Azgincha olman-ku ish qilib sezib qolishmasa kerak, bo'lmasa ketdim. Qiziq, qayoqga ketyapti? Jeki degan. Hech kimga aytib qo'ymaysiz-a, bu ikkalamizning o'rtamizdagi sir bo'lib qolsin. O'zi Jeki deyotganing kim? Uni tanishtirmaysan bunda. Voy, u Jekimi hali? Qarang, ana o'zi. O'zini oldiga yaqinlashmaganimiz yaxshi. Ehtiyot bo'l, uni jahli chiqyapti. Hamma joyi tilinib, jarohat olib yotibdi. Tinchlikmikan? Nima? Bo'rilar o'rtasida bu quvg'inga uchraganga o'xshaydi. Jekini faqatgina sizga ko'rsatdim. Ko'rdingizmi Jekini? Bundan tashqari bu bizning sirimizda bo'ladi. Kavaki aka hech kimga aytib qo'ymang, xo'p? Meni qilayotgan ishlarim agarda oyim bilan adam bilan oyimga bilib qolishsa, meni kaltaylashadi bor-ku. Men ish qilib hammasini yaxshilik uchun bajaryapman-ku. Eshitayapsizmi Kavaki aka? Men ish qilib hozir bu yoqda to'g'ri ish qilmanmi? To'g'ri ish qilayotgandirsan, lekin oyim bilan dina aldashing juda ham yomon ish-da bu. To'g'ri aytasiz Kavaki aka. Ancha kunimiz o'tib ketdi. Himavari bo'lmasa bo'laqa. O'sha bo'li bilan uchrashishlik udigilar xotirayotgandir. Tezroq qaytishimiz kerak. Rahmat sizga Kavaki aka. Siz kun bo'yi menga yordam berdingiz va juda ham ko'p menga yaxshiliklar qildingiz. Rahmat sizga kattakon. Ovoz berdi Ali azizlar. Telegramdagi Boruto Uzbek kanalimizga qo'shilib oling.